Assalomu alaykum azizlar. Qandaysizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda milliy sertifikat bo'yicha 4-mock testni yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi masalani yechib o'tirmayman, tashlab ketaman shunchaki. Chunki bu juda ham oson. Bu sizlar uchun juda ham oson masala bo'lib qolgan bo'lishi kerak birinchi va ikkinchi kitobdan keyin. To'g'rimi? Hop, keyingisi. Boshlang'ich tezliksiz erkin tashlangan jism tushish balandligining dastlabki 9dan 1 qismida 20 metr taqsim sekund tezlikka erishgan bo'lsa, demak, boshlang'ich tezliksiz erkin tashlandi. Pastga tushdi o'zi. Aslida pastga tushgan. Endi o'sha 20 metr taqsim sekund tezlikka erishdi. Qachon? Umumiy balandligi h bo'ladigan bo'lsa, o'sha tushgan balandligining 9dan 1 qismini o'tgan paytda, h taqsim 9 o'tganda. Ya'ni h taqsim 9 teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j. Tamam. V0'imiz 0 ga teng. Hop, h taqsim 9 teng v ni kvadrati 400 ko'paygan 9 taqsim 20. Buni bunga bo'lsak, h taqsim 9 u yoqqa ko'paytirib o'tkazdim u. Yana yozmana bu yerga o'chirib qo'yamiz. 20 ni 9 ga bo'lsak 180 metr balandlikdan tushgan bo'ladi. Hop, massalar 6 bilan 4 kilogramm bo'lgan jismlar o'sha ip bilan bog'lab qo'yilgan ekan. Men o'chirib olay. Hop, demak, ketdi. 6 bilan 4 kilogramm bo'lgan yuklar mana shunaqa 6 kilo bilan 4 kilo yotibdi mana shunaqa. Ip bilan bog'langan. Endi bu nima bo'lyapti bu yerda? Birinchi jismga, ya'ni 6 kilogramm. Buni birinchi jism deb qaray qolay, 6 kilogramm. Ikkinchi jism 4 kilogramm. Ana endi mana bu yerdan F kuch bilan tortyapti. F teng nima? 50 newton kuch bilan tortyapti. 50 newton kuch bilan tortyapti. Va gorizont bilan alfa burchak hosil qiladi. 50 newton qo'ydi. Voy, oy. Bunaqa masalani ham birinchi kitobda rosa ishlagandik-ku. Mayli, yana bir marta ko'rib ketamiz. Boshqa yana bir marta keladigan bo'lsa ishlamaymiz. Bo'ladimi? Oxirgisi bo'ladi shu bunaqa masalada ishlashimizni. Xo'p, demak, mana bunaqa gorizont bilan qandaydir alfa burchagi ostida F teng 50 newton kuch qo'ygan ekan. Endi mana bu x o'qdagi proyeksiyasi. Mana bu alfa burchak. Va u alfa burchakning tangensi 0,5 ga teng ekan. Endi ishg'alanish koeffitsiyenti 0,5. Ipni taranglik kuchini top. Bu yerda mana bu fx kuch. Bu fy kuch mana. O'sha f ni y proyeksiyasida, y o'qdagi proyeksiya. Bu mj bilan bosish kerak edi. Afsuski mj bilan bosa olmaydi. Demak, bu yerda fx minus mu ko'paygan n1, ya'ni bunga ta'sir qilayotgan reaksiya kuchi plus yana bitta minus ekan. Chunki bu ishg'alanish kuchi nima qilyapti? Qarshilik qilyapti. Buni batafsil to'xtalib o'tirmayapman. Mu m2j. Nimaga buni n1 dedim, buni m2j dedim? Chunki bu m2j bilan to'liq bosadi, m2j bilan. Va tayanch buni yuqoriga m2j bilan ko'taradi, tamom. Ana shu x o'qdagi kuchlarning natijavisi bo'ldi, to'g'ri? Fx dan ikkita ishg'alanish kuchini ayirib tashladim. Mana bu m1 ekan. Natijada m1 plus m2 ga a tezlanish beradi. To'g'ri? Natijada xuddi ana shunday tezlanish bo'ladi. Endi n1 nimaga teng? n1 degani mj dan fy ni ayirib tashlagan bo'ladi. Aniqrog'i m1j dan. To'g'ri? Fy ana qarshisidagi katet bo'lyapti. Qarshisidagi katet bo'ladigan bo'lsa, bu sinus tashkil etuvchi. Demak, fx minus mu mj minus f sinus alfa. Mana bu m1 minus mu m2j teng m1 plus m2 ga a tezlanish beradi. Ana a tezlanish beradi. Ana bo'ldi. Tangens berilsa sinus topish bilasizmi? Bilasiz, ha? Demak, tangens alfa bu yerda 3 taqsim 4 bo'lib turibdi. Bu yerda sinus alfa taqsim kosinus alfa deganimi? Men sizlarga topishib o'rgataman. Bu yerda sinus alfa 3 taqsim 5 bo'ladi. Kosinus alfa 4 taqsim 5 bo'ladi. Shunda ana 5 lar qisqarib 3 taqsim 4 keladi. Nimaga aynan 5? Chunki Pifagor sonlari paydo bo'lishi kerak. Shuning uchun 3 va 4
va 3 bilan 4 ni keyingi Pifagor soni nima bo'ladi? 5. Shuning uchun ana shunaqa oson yo'lida bu. Yana o'zlaringiz bilasizlar. O'sha 1 plus tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa deb kosinusni topib, keyin sinusni topaverasizlar. Noqulay bo'lsa bu usul. Demak, yana a ni topdik. Mana shu yerda a topiladi mana shu. A topiladi. A topilgandan keyin nima bo'ladi? Mana shu yerdagi ipning taranglik minus mu m2j o'sha m2 ga a tezlanish beradi deymizda, taranglik topib qo'ya qolamiz shu yerda. Tushunarlimi? Bunaqa tipdagi masalan oldin ham ishlaganmiz, shuning uchun maydalab o'tirmadim. Shunchaki eslaringizga solib olish uchun nimadir gapirdim shu yerda. Tushunarlimi? Delete. Xo'p, keyingisi 40 metr balandlikdan 5 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan vertikal yuqoriga otildi. 2 sekund o'tgach jism qanday balandlikda bo'ladi? Demak, o'zi qanchaga ko'chishini topib olamiz. Ko'chishini topish uchun h teng v0 minus j kvadrat taqsim 2 deb qo'yaman, bo'ldi. Ko'chish kelib chiqadi. Mana shu h deb yozdimmi? Ko'chish. Tushundingmi? Yuqoriga otildi 5 tezlik bilan. Qarang, 5 ko'paygan t 2 minus j ni 2 ga bo'lsam 5 ko'paygan 2 ni kvadrat 4 minus 10 metr chiqdimi? Demak, u yuqoriga otiluvdi. Ammo h manfiy chiqdi, demak, u pastlab ketar ekan. 10 metr pastlaydi u allaqachon mana shu 2 sekundda. Tushunarlimi? Otilgan joyidan. O'zi 40 metr balandlikdan otiluvdi u. 40 metrdan otiluvdi, tepaga qarab 10 metr pastladi. O'sha otilgan joyidan 10 metr pastladi. Demak, 30 metr yerdan. Tushunarlimi? Tamom. Easy deydimi? Shunaqa. Agar Marsning radiusi Yer radiusining yarmini 0,1 qismi tashkil qilsa, erkin uch tezlanishi Yerdagi erkin uch tezlanishining necha foizini tashkil qiladi? J ni topamiz. Yer uchun gamma m taqsim r kvadrat. To'g'ri? Mars uchun J Mars teng gamma ko'paygan m Mars. Yerning o'sha Marsning massasi bo'lishi kerak. Massasi esa Yer massasining 0,1 qismini tashkil qiladi. Ya'ni 0,1 m ekan. Yer massasining 0,1 qismi. Radiusi 0,5 qismini tashkil qilgan. Ana bu demak r ni o'sha 0,1 bir qayoqqa ketib qoldi. Demak 0,5 qismini tashkil qilsa 0,5 r kvadrat bo'ladi. Bo'ldi. Mana gamma m taqsim r kvadrat j ni beradi. Buni bunga bo'lsak 1 taqsim 2,5 bo'ladi. Ko'paygan j. 1 ni 2,5 ga bo'lsak 0,4 j. Ya'ni 40% ni tashkil qiladi deb qo'yib qolamiz. Keyingisi dinamometrga mahkamlangan vaznsiz blok orqali o'tkazilgan ip uchlariga ikkita yuk osilgan. Bloklarning og'irlik kuch ta'sirida harakatni davom ettirsa, dinamometrning ko'rsatkichi nima bo'ladi? 30 bo'ldi ekan. Yuklardan birining massasi 2 kg bo'lsa, ikkinchisining massasi necha kg? Xullas o'sha dinamometrga blok mahkamladi oldin. Vaznsiz blok orqali o'tkazilgan. Mana dinamometr. Va unga blokni osdi. Blokni u yog'iga, bu yog'iga yukni osdi mana. Bu yog'iga bitta, bu yog'iga bitta yukni osdi. Bittasi shuni 1 kilo deyapti. Ikkinchisini top deyapti. Dinamometrni ko'rsatishi dinamometr F deb qo'ya qolay. F teng necha 30 newton. Newton deb qaraveraman, 30 birligini yozmabdi. Keyingi massani toping. Ya'ni m2 ni topish kerak. Qarang, bu aytganman, ikkita taranglikni ko'rsatadi. Bu yoqdan bitta taranglik bilan tortadigan bo'lsa, bu yoqdan bitta taranglik va mana bu F ikkita taranglikka teng. Taranglikni o'zi nimaga teng? Taranglikni o'zi 2m1 m2 j taqsim isbotlaganmiz buni. m1 plus m2 ga teng bo'ladi. Demak, bo'ldi. F bor 30 teng 2 ko'paygan 2 4 bo'lib ketsin shu. 4 ko'paygan m1 1 kilogram ekan, 1 ko'paygan m2 ko'paygan j 10 taqsim m1 ga m2 ni qo'shamiz. m1 1 plus m2. Xuddi shu tenglamadan m2 ni topib qo'ysangiz kifoya qiladi. Tushunarlimi? Bo'ldi. Demak, o'chiraman. Xo'p, keyingisi. Yassi bir jinsli muz parchasi suvga to'liq botib ketishi uchun uning ustiga qo'yilgan yukning minimal massasini aniqlang. Xo'p, mana muz suvda to'liq botib turgan holatini chizaman. Mana muz suvda to'liq botib turibdi deb tasavvur qilamiz. To'liq botib turibdi. Chiqmay turibdi umuman. Va ustida qandaydir m massali yuk turibdi. Bu muzni og'irlik kuchi bosadi boshida m muz j va undan tashqari ana u yukni ham mjsi bor. Bitta kuch bor tepaga yo'nalgan.
Bu ham F Arximedga teng. Ya'ni F Arximed degan kuch bor yuqoriga. Demak, qachon muvozanatda turadi? Pastga bosib turgan kuchlarning yig'indisi F Arximedga teng bo'lsa, uni muvozanatda ushlab tura oladi F Arximed, to'g'rimi? F Arximed teng bo'lishi kerak M muz J plus mj. F Arximed rho suyuqlik, ya'ni suv. V jism, ya'ni muzni hajmi ko'paygan J teng M muzni o'rniga nima qo'yaman? Bu muzni massasi yo'q, ha? Yo'q bo'lsa rho v qo'yaman. Rho muz V, ya'ni V bu o'sha muzning hajmida. Vj plus qancha massali yuk qo'yish kerak? Mj. Tamom. J bor hammasida, yo'q bo'lib ketadi. Demak, shunda m ni topsa bo'ldi. M ni topsa bo'ldi. Va biz mana bu hajm topish uchun s ko'paygan h ga murojaat qilamiz. Tamom. Mana qalinlik bor. Santimetr metrga o'tkazib olasiz, bo'ldi. Xo'p, yuk mashinasi 2 tonna bo'lgan yengil avtomobil tros orqali tekstil zamchani tortib shuncha bo'lsa, uning uzayishini toping. Xo'p, demak F teng K delta L bo'ladi birinchidan. Va bu o'sha F kuch M massali jismga A tezlanish beryaptimi? Endi bu ham A yo'q, M ko'paygan. A degani o'sha S teng A kvadrat taqsim 2 dan topamiz-da. A ni topsak 2S taqsim T kvadrat. Demak, K delta L bilan mana shu M ko'paygan 2S taqsim T kvadrat tenglab bu qanchaga cho'zilishini topsa bo'ladi trosni. Ikkita matematik endi bunaqa masalan ishlaganmiz. To'g'risi bor-ku. Ko'p ishladik bunaqa masalan. 2-3 marta ishlab bordik shunaqa masalani. Xo'p, sig'imiz 83 litr bo'lgan ballonda 2 kilogramm karbonat angidrid gaz bor. Ballonda ana shuncha dan ortiq bo'lmagan bosimga bardosh beradi. Qanday temperaturada portlab ketishi mumkin? Xo'p, bitta formula ekan. PV teng m taqsim mu r t. Tamom. Shundan t ni topsak bu. Mana qarang, mana bu universal gaz doimiysini 8300 beribdi deb bayram qilavermayman. 8.3 bu. Mana unda kilomol turibdi mahrajda. Kilomolni molga o'tkazib yuborsak 8.3 bo'lib qoladi. R o'rniga 8.3 joule taqsim mol kelvin olasiz. Mol ko'paygan kelvin. Tushunarlimi? Hop. Keyingisi 11-chi gazning bosimi 30 kilopascal. Uning zichligi mana buncha ekan. O'rtacha kvadrat tezligi, boring, o'zingiz ishlang. Buni ishlab bergan. Xo'sh, o'tgan variantda ishladik shekilli. Xo'p, 200 kilogramm yuk gidravlik press yordamida ko'tarish uchun 40 joule ish bajardi. Bunda kichik portion har yurishda 10 cm ga ko'chib 10 ta yurish qildi. Katta porsionning yuzasi kichik porsionning yuzasidan necha marta katta? Qaydan bilamiz endi? Xo'p, har yurishda 10 cm ga ko'chib 10 ta yurish qildi. Xo'p. Muammo emas. Demak, ikkala tomonda gidravlik press bo'ladigan bo'lsa, mana gidravlik pressni tasavvurlaringiz uchun chizib beray. Bir tomoni kichkina bo'ladi, yuzasi, ikkinchi tomoni porsioni katta bo'ladi. Taxminan shunaqa bo'ladi mana. Va ichida suyuqlik bo'ladi, mana porsionlar. Ichida qandaydir bir suyuqlik bo'ladi va bu yoqdan bossak, mana bu yoqdan bosadigan bo'lsak, bu yoqdan ko'tarilish sodir bo'ladi. Endi mana shu 2000 kilogrammlik yuk turibdi ekan bu yoqda va uni ko'tarish uchun A ish bajaribdi. M massali. Endi bu qanchaga ko'tardi? A teng mjh dan h topib olsam bo'ladimi? A 40 joule teng m 2000 ko'paygan 10 ko'paygan h. H degani mana bu qisqarsa bitta 0, 4 ni 2 bo'lsa 2, 2 taqsim 1000, 2 millimetrga ko'tarilibdi o'zi bu yoq, to'g'rimi? 2000 kilo yukni 2 millimetrga ko'tardi. Endi 2 millimetrga ko'tarish uchun 10 santimetrga ko'chdi. Ya'ni har yurishda 10 santimetrga ko'chdi va 10 ta yurish qildi. Bu 1 metrga ko'chib qo'ygan bo'ladi. 1 metrga ko'chib qo'ygan bo'ladi. To'g'ri? Demak, 1 metr ko'chdi bu yog'i. Mana bu yog'i 1 metrga tushdi. Shunda narigi tomon 2 millimetrga ko'tarildi xolos. Bu yoq hx. Demak, hx 1 metr bo'ldi. Bu yoq 2 millimetr. Endi bu yoqdan qancha suyuqlikni bu yoqqa siqib o'tkazgan bo'lsa, o'shancha hajmdagi suyuqlik bu yoqdan ko'tarilib chiqadi.
hajm teng bo'ladi. Ya'ni Vx teng V ga. Vx degani S bu yoqdagi Sx deyman, Hx teng bu yoqni S ko'paygan H deyman. Xo'p, Hx bor bizda, to'g'rimi? Sx ko'paygan Hx 1 metr. S ko'paygan H. H'imiz 2 mm, ya'ni 0.002. Shunda mana bu S bundan necha marta katta deb so'rayapti. S teng Sx taqsim 0.002. 500 Sx bo'ladi. Demak 500 marta katta ekan. Tushunarlimi? Tamam. Hop, yaxshi. Bunaqa masala ishlamagan edik. Keyingisi. Xo'p, kapillar nayda 18 cm ga ko'tarildi. Bu idish shunaqa tezlanish bilan ko'tarilsa, qanday bo'ladi endi? H teng 2 sigma taqsim rho j r bo'ladi, mana shu turishiga. Keyingi holatda o'sha hx noma'lum bo'ladi. 2 sigma taqsim endi yuqoriga ko'tarilsa a tezlanish bilan j plus a r bo'ladi. Va nisbat olib o'zingiz ishlayverasiz. 2 sigmalar, rholar, rlar qisqarib ketadi. Tushundingmi? Demak, h taqsim hx teng bo'ladi j plus a taqsim j kelib qoladi shu yerda. Bu tepaga chiqib ketadi, j pastda qoladi. 2 sigmalar, rholar, rlar qisqarib ketadi. Xo'p, keyingisi. Issiqlik mashinasini foydalanish koeffitsiyenti shuncha, sovutgichga shuncha bersa, qanday ish bajaradi? Nima balo bu? Xo'p, demak, foydalanish koeffitsiyenti Q1 minus Q2 taqsim Q1 ko'paygan 100% dan nimani topasiz? Q1 topib olasiz. Q1 topganingizdan keyin bajarilgan ish topish uchun A teng Q1 minus Q2. Mana Q2 turibdi. 700. Foydalanish koeffitsiyenti bor. Keyingisi, yassi kondensatoriga elektr maydon kuchlanganligi shuncha. Mana buncha bo'lsa, orasidagi masofa U teng Y ko'paygan D degan formula bor, og'aynilar. Shuni dan topdi bo'ldi. 3 ta kondensator ketma-ket ulangan, 220 volt bilan ulab qo'yildi. Har bir kondensatorning zaryadini aniqlang. Hop. Har bir kondensator zaryadi o'sha umumiy zaryadga teng bo'ladi. Mana 3 ta kondensator ulab qo'ydikmi? S1, S2, S3, to'g'rimi? Va ularni umumiy U kuchlanishga ulab qo'yganman. U. Bu yerda Q umumiy teng bo'ladi Q1 ga, Q2 ga, Q3 ga. Ketma-ket ulanganda shunaqa bo'ladi-ku. Endi Q umumiyni topish bu yerda bizga osonroq bo'ladi. Q umumiy teng S umumiy ko'paygan U bo'ldi, tamom. S umumiyni topishim 1 taqsim S umumiy teng 1 taqsim S1 plus 1 taqsim S2 plus 1 taqsim S3 ga murojaat qilasiz. S umumiyni topasiz va U ga ko'paytirib qo'ysangiz Q umumiy keladi. Q umumiy har bittasining zaryadiga teng bo'ladi. Tushunarli? Bu 17. 3 ta bir xil qarshilik 120 volt o'zgarmas kuchlanish tarmog'iga ulangan. Ikkitasi o'zaro parallel, uchinchisi ketma-ket. Parallel ulangan qarshilikdagi kuchlanish toping. Hoppa. Mayli, topam. Necha bir ana bunaqa masala ekan u, oson. Mayli, hech qilib yo'q. Xo'sh, demak, 3 ta bir xil qarshilik. Bir xil mana. Bittasi ikkitasi o'zaro parallel, uchinchisi ularga ketma-ket. Mayli, mana unaqa chizib yuboraveramiz. Demak, ana shunaqa bo'lib turibdi mana. Mana shunaqa. RR bo'lsa, men keyingi holatda buni mana bunday chizaman va buni mana bu umumiy qarshilik R taqsim 2 bu. Mana bu R bu deb qo'yaman-da. Va keyin parallel ulangan qarshilikdagi kuchlanish toping. Mana shunday kuchlanish topish kerak. Jami qandaydir bir kuchlanish manbayiga ulangan bu. U teng nechi 120 voltga ulangan. Ketma-ket ulanganda mana bu U1 bunga U2 tushadi. Hop. Ikkalasidan o'tadigan tok kuchi bir xil-ku. U1 taqsim R teng U2 taqsim R taqsim 2 desam 2 yuqoriga chiqib ketadi. Demak U1 teng 2 U2. Mana bu birinchiga 2 marta ko'proq kuchlanish ekan. 2 U2 ga, ya'ni U1 ga U2 ni qo'shsam, mana U1 plus U2 teng 120. U1 o'rniga 2 U2 qo'yib yubordim. Shunda U2 ni topadigan bo'lsak, 123 ga bo'lsam 40 volt bo'ladi. Ya'ni U2 degani bu o'sha parallel ulangan qarshiliklarga tushadigan kuchlanish shu. Tushunarli? Bo'ldi. Batareya 10 ohm qarshilik ulanganda zanjirdagi tok kuchi 2 amper bo'ldi. 20 ohm ulansa 1,5 bo'ldi. Ichki qarshilik toping. Ikkala holatda tok kuchlarini yozamiz. I1 teng epsilon taqsim R plus kichkina r.
Shunaqami? Shunaqa. R1 plus R bo'ladi. I2 teng epsilon taqsim R2 plus R va epsilonlarni tenglab olsangiz ichki qarshilik topasiz. Oson. Xo'p, tarmoqdagi kuchlanish qanday? Undan ham osonroq yo'qmi? U teng U kvadrat taqsim RT. Tamom. Masala hal. Keyingisi. Sig'imi shunday kondensator ketmay-ketaversa, ularning umumiy sig'imi qanday bo'ladi? Siz umumiy sig'im bir zot, qo'ying shuni ishlamang iltimos. Buncha bu oson. Xo'p, demak, keyingisi yassi havo kondensatori doimiy kuchlanish manbaiga ulangan. Kondensator energiyasi 5 mikrojoule ga teng. Qoplamalar orasidagi dielektrik sinchuvchiga 2 ga teng bo'lgan kerosin bilan to'ldirilsa, oxirgi energiyasi qanday bo'ladi? Qarang, kuchlanish manbaiga ulangan deb qo'yibdi-ku. Bo'ldi. Demak, siz W teng U kvadrat taqsim 2 dan foydalanasiz. Mana bundan foydalanmaysiz. U kvadrat taqsim 2 dan. Bu manbadan uzilib turgan holatda bu. Tushunarlimi? Kuchlanish ma'lum bir kuchlanishgacha zaryadlandi va manbadan uzildi desam, mana shu formula bo'yicha ketasiz. Hozir bu kuchlanish manbaiga ulangan holat, ya'ni u qatnashishi kerak. Va doimiy kuchlanish manbaiga ulangan. U o'zgarmaydi ham. Endi mana shu yerda W teng boshida S degani mana. Keling shuni. Uni ham yozib o'tiraman. S teng epsilon 0 U kvadrat taqsim 2, to'g'rimi? S epsilonga qanaqa to'g'ri proporsional. Epsilon necha martadir ortsa, S ham shuncha marta ortadi va buni ketidan energiya ham shuncha marta ortadi. Deylik, boshida mana havo kondensatori edi, 1 edi epsilon. Epsilon 1 ga teng edi. Keyin 2 bo'lgan modda bilan to'ldirilsa, buning natijasida sig'im 2 marta ortadi. Sig'im 2 marta ortishi natijasida energiya 2 marta ortadi. Dastlab 5 mikrojoule bo'lib turgan narsa endi 10 mikrojoule bo'ladi. Tushunarlimi? Easy. Keyingisi. G'altak 10 kHz chastotali o'zgaruvchan tok manbaidan uzilib shunchaga ulandi. Uning induktiv qarshiligi boring. Omega degani 2pi nu ko'paygan L. Omega L edi-ku. Bo'ldi ana. Chastota necha marta o'zgargan bo'lsa, qarshilik shuncha marta o'zgaradi. Xo'p, aktiv qismining uzunligi qo'ying. Mana sharmanda qilmanglar. Bitta formuladan chiqadigan masalalar bilan. Xo'p, keyingisi 24. Bu endi takrorlash uchun testlar. Hozir sizga boshida mana shu 1-testdan 10-testlargacha motivatsiya beradi. Osonroq testlar. Shu 10-testdan nariyoqqa o'tganingizdan keyin ozgina popugingiz pasayishni boshlaydi-da. Tushunarlimi? Xo'p, 24 ga o'tamiz. 16 kHz edi. Qoplamalar orasidagi masofa 4 marta ortilsa, chastota qanday o'zgaradi? Xo'p, tebranish konturi uchun 1 Newton 1/2pi ildizosi Lc edi. To'g'ri? Endi qarang. 16 kHz qoplamalar orasidagi masofa 4 marta ortilsa, chastota qanday bo'lib qoladi? Boshda mana shu turishida 16 kHz edi. Endi kondensator sig'imi epsilon 0 S taqsim D, to'g'rimi? Demak, 4 marta orttirildi masofa mana bu. D 4 marta ortsa, sig'im 4 marta nima qiladi? Kamayadi 4 marta. Sig'im 4 marta kamaysa, mana ildiz tagida turibdi-ku. Mahraj 2 marta ortadi, to'g'rimi? Mahraj 2 marta ortdi degani, mana bu chastota kamayadi 2 marta degani. To'g'ri? Shunaqa? Bu 2 marta kamayadi. 2 marta ortar ekan. Uzr, men adashdim. Demak, qarang mana. Sig'im 4 marta kamaysa, mana bu yerda. Sig'im 4 marta kamaysa, ildizda turibdi-ku. Mahraj 2 marta kamayadi. Mahraj 2 marta kamaydi degani, bu degani chastota 2 marta ortadi degani. 2 marta ortar ekan chastota. Demak, 16 kHz narsa endi 32 kHz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Tamom. Oson yo'li-da bu. Shiftga ikkita matematik magnitga osilgan, birinchisi bunaqa masala o'zingiz ishlaysizlar, bemalol muammosiz ishlab qo'yasizlar. Transformatorning birinchi chulg'amidagi tok kuchi 2 amper. Uning uchlardagi kuchlanish 220 volt. Ikkinchi chulg'amida 40 volt va ikkinchi chulg'amidagi tok kuchini aniqlang. Transformatorni yo'qotish inobatga olinmas. Ikkita tomonda quvvat bir xil bo'ladi. P1 P2 ga teng bo'ladi. U1 I1 teng U2 I2 ga. Ana yo'qotish hisobga olinmasin deb ham yozib qo'yibdi. Demak, quvvat aynan teng. O'z transformatorlarda foydalanish koeffitsiyenti juda yuqori bo'ladi. 90% dan pasti bo'lmaydi ular transformatorlar. 90% dan yuqori yuradi transformatorlar foydalanish koeffitsiyenti. Bo'ldi.
Ana shuni hisoblab qo'ya xolos. Predmet yig'uvchi linzaning old tomonida shuncha masofada joylashtirildi. Linza yordamida predmetning 5 marta kattalashgan mavhum tasviri hosil bo'ladi. Kattalashgan mavhum tasvir hosil bo'lganda nima qilamiz? 1 taqsim d minus 1 taqsim f ga murojaat qilamiz va bu f ni o'rniga k ni qo'yib ketishga biz rosa ham bir odatlanganmiz. To'g'rimi? Tamam. Masala hal. Xo'p, fokus masofasi 4 sm bo'lgan sochuvchi linzada 4 marta kichikaygan tasvir beradi. Sochuvchi deyapti. Predmetdan tasvirgacha bo'lgan masofa. Predmetdan tasvirgacha, ya'ni d yo'q. D minus f ni so'rayapti. Nimaga d minus f? Qaydan bildim? Chunki sochuvchi linza birinchidan. Mana sochuvchi linza. Mana bu yerda buyum tursa, mana bu yerda kichiklashgan tasvir hosil bo'ladi, to'g'rimi? Linzada tasvir yasashdan ma'lum bu. D. Mana bu masofa f. Demak, buyum bilan tasvir orasidagi masofa deyapti. Predmetdan tasvirgacha bo'lgan masofa d minus f bo'ladi. Mana shu masofa. Demak, d minus f ni so'rayapti. Fokus masofasi 4 sm. Xo'p, bizda oldin minus 1 taqsim f teng 1 taqsim d minus 1 taqsim k dan foydalanib, k ni o'rniga 4 marta kichiklashgan desa, k teng 1 taqsim 4 olinadi. Tushunib, kichiklashgan degani. Shundan d ni topib olasiz. D ni topdingiz degani k teng f taqsim d bo'yicha f ni ham topdingiz degani. To'g'rimi? K bor. Tamam. F ni topdingiz degani bo'ldi. D dan f ni ayirasiz keyin degani. Xo'p, kvantning energiyasi shuncha bo'lgan yorug'lik metal plastinkadan elektronlarni urib chiqaradi. Agar bu elektronlarning maksimal energiyasi shuncha bo'lsa, elektronlarning chiqishi. O'zingiz ham hechaysiz-ku buni, to'g'rimi? 13,5 dan 6,5 ayirish kerak, tamom. Ya'ni h nu teng a chiqish plus e kinetik. Tamam. A chiqish plus e kinetik bo'lsa, h nu minus e kinetik bo'lib qoladi. Mana h nu. Mana e kinetik. Bo'ldi. Xo'p, ruh qandaydir chastotali? Ruh deganiga odam ruhi deb o'ylayapman. Ruh element. Qandaydir chastotali elektromagnit to'lqinlar bilan yoritilganda uni chiqayotgan fotoelektron maksimal impuls shunga teng bo'lsa, tushayotgan chastotani aniqlang. Tushayotgan to'lqinlar chastotasini aniqlang. Okey, aniqlaymiz. Oldin p teng h taqsim lambdadan lambdani aniqlab olasiz. Lambda teng so'roq. Va keyin lambda teng s taqsim nu ku. Shundan nu topib olasiz, bo'ldi. Keyingisi. Katodga elektronning chiqishi 3 marta 3 marta katta yengil monoxrom foton tushganda to'liq uzunlik shunaqa. Katoddan chiqayotgan elektronlar maydonda to'xtatildi. Tormozlovchi potensiallar farqini. Okey. Okey. Nurlar bo'ldi, tamam. Demak, chiqish ishidan 3 marta katta bo'lgan energiyali nurlar tushyapti. Ya'ni h taqsim lambda nur tushyapti. A chiqish deganimiz mana shundan 3 marta kichkina bo'ladimi shunda? Demak, A chiqish mana shu h taqsim lambdadan 3 marta kichkina. Plus E kinetikning o'rniga E ko'paygan U qo'yamiz. Ya'ni kinetik energiyani to'xtatadi. Ya'ni yo'q qiladi maydon. E U ish bajarib. To'g'rimi? Bo'ldi, tamom. Shundan U ni topib qo'ysak kifoya. Lambda bor. Buni bilasiz. H ma'lum, bilasiz. Doimiy kattalik. E bu elektronning zaryadi. Tamom. Endi buni masalani chochib yuborasiz, to'g'rimi? Mayli, tekshirib qo'yamiz. 0 pasti, tepasi 1. 0 1 neytron. Tamom. Endi bunaqa masala ishlab beringlar, aytib qo'yay. 33, 34, 35 ga o'xshagan masalalarni. Chunki oldingi kitobda ham rosa ko'p ishladik, bu kitobda ham 1-2 marta ishladik. Bo'lar. To'g'ri? Yetadi. Yetarlicha ishlagan. Birinchi nuqtada temperatura T0 bo'lsa, uchinchi nuqtada qanday bo'ladi? P0 taqsim T0 teng P2 plus P1 V1 taqsim T1 teng P3 V3 taqsim T3. Klapeyron tenglamasdan keladi bu. Mayli, shuni ham ishlaylik. Boshqa ishlamaymiz lekin, xo'pmi? Mana shunaqa P ni V ga bog'lanish grafiki qandaydir sikl berilayotgan bo'lsa, endi boshqa ishlamaymiz. Xo'p, demak, P1 V1 taqsim T1 o'sha birinchi nuqtada mana birinchi nuqtadagi bosim, hajm va temperatura. Endi 3-nuqta bilan solishtirish kerakmi?
Tamam. 3-nuqtadagi temperatura bo'lsa, 3-nuqtadagi bosim, 3-nuqtadagi hajm taqsim 3-nuqtadagi temperaturani qo'yasiz va T3 topasiz. T1 T0 ga teng deb qo'ydi. P1 P0 ga teng, V1 V0 ga teng. P3 3-nuqtada 4 P0, 3-nuqtada hajm 3 V0 bo'lib turibdi. Tamam? Xo'p, 1-3 o'tishda gazga berilgan issiq miqdori. 1 dan 3 ga o'tishda gazga berilgan issiq miqdori. Hop. Ishlamaylik. Ha, mayli. Ishlaymiz. Chunki men bunaqa va bunaqa narsalarni rosa ko'p ishlab berdim-da sizlarga. To'g'rimi? Ichki energiyaning o'zgarishi, undoq, bundoq. Mayli ishlaymiz. Va shu oxirgisi bo'ladi. O'sha 1 dan 3 ga o'tgandagi issiqlik energiyasini nima bo'ladi? 1 dan 2 ga o'tgandagi ish yo'q, to'g'rimi? Faqat ichki energiyaning o'zgarishi bor 1 dan 2 ga o'tganda. Bo'ldi, mana 1 dan 2 ga o'tganda ichki energiyaning o'zgarishi bor. 2 dan 3 ga o'tganda endi ish ham bor, ichki energiyaning o'zgarishi ham bo'ladi. Chunki nimaga 1 dan 2 ga o'tganda ish bo'lmadi? Chunki hajm o'zgarmayapti. Hajm o'zgarmadi, ish yo'q degan. Izoxorik jarayon. Plus delta U 2 3 plus A 2 3. Hisoblaysiz? Tamam. O'zingiz hisoblang. Va keyin 1-4 nuqtada ichki energiya necha marta o'zgaradi? Necha marta? Bu juda oson bo'lib qoldi-ku. Demak, 4-nuqtadagini 1 dan 4 ga o'tganda deyapti. 4-nuqtadagi ichki energiyani 1-nuqtadagi ichki energiyaga bo'laman. 3 taqsim 2 nu A. Qanaqa nu? PV desam bo'ladi o'sha nuqtada. P4 V4 desam bo'ladi. Bu yerda birinchi nuqtada P1 V1 deb qo'yaman. Olam guliston. Tushunarlimi? Nisbat so'ralgan ekan, nisbat so'ralsa oson bo'ladi hammasi. Jism yuqoriga 50 tezlik bilan tik otildi. 3 sekundda erishgan tezligini aniqlang. V0 minus j. 4 sekundda bosib o'tgan yerdan qanday balandlikda? H teng V0 minus j kvadrat taqsim 2. Oson ekan. Mayli. Motivatsiya uchun-da, bu motivatsiya uchun. Mayli, ishlayveringlar. Hali keladi. Burnimizni yerga ish qiladigan variantlar. Hop, 37. 2 newton taqsim prujina lift juftiga 5 kg massali yuk isilgan. Ilingan. Jism yuqoriga shunaqa tezlik bilan harakatlansa, deformatsiya qanchaga? Mana bu metr bu. Metr taqsim sekund bo'lmaydi, deformatsiyalanadi. O'sha hech qanaqa. Bu yerda tezlik bilan desa, mg plus a, mg plus a bo'lmaydi. A 0 ga teng chunki. Tezlik desa tekis harakat bo'lyapti, to'g'ri? Tekis harakat tamom. Mg teng k delta L deymiz, shundan delta L topib qo'ya qoladi. M bor, k bor. Kilonewtonni newtonga o'tkazish yoddan chiqmasin. Endi ikki tezlanish bilan yuqori cho'zilsa-chi, mana endi santimetr deb o'ziga kelibdi, yaxshi. Endi ikki tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilsa, mg plus a teng k delta L deymiz. Bo'ldi. Xo'p, bunda 38. Tezlanishni aniqlang. F, mana shu F minus mu m1j minus mu m2j m1 plus m2 massali jismga a tezlanish beradi. Tushundingmi? Tamam, shundan a ni topamiz. Keyin mana bu prujinani deformatsiya kattaligi. Oldin o'sha prujinaga tushayotgan taranglik topib olamiz. Tushundingmi? Mana shu prujinani tarangligini topib olamiz. Bu taranglik buni mana bu 6 kilolik, buni m1 dedim, buni m2 deb qo'yaman. Shu taranglikdan mu m2 j ni ayirsam, m2 ga a tezlanish beradi va bundan taranglik topib olamiz. Va bu taranglik k delta L. Tamam. Delta L topasiz shu yerda. Adiabatik jarayonda gaz tashqi kuchlarga qarshi gaz ish bajaryapti ekan. Demak, Q teng delta U plus A. Adiabatik jarayon bo'lsa mana bu 0 ga teng bo'ladi. Delta U teng minus A. Minus 15 kilojoule. İchki energiyani o'zgarish. Mana shu yerda minus 15 yozmasangiz nima bo'ladi? Ishlaganingiz 1 teng bo'ladi. Gazga berilgan issiq miqdori 0 ku. Adiabatik jarayon. Hop, 40. 12 kilogramdan bo'lgan ikkita sharcha mos ravishda 4 va 2 tezlik bilan harakatlanib bormoqdalar.
To'qnashuvdan so'ng sistema olgan tezligini aniqlang. Nima? Bir yo'nalishda. Endi noiloj to'qnashuvmi? Bo'ldi. Sistema olgan tezligi deb qo'yibdi, demak, noiloj to'qnashuv bo'ladi. Demak, impulsni saqlanish qonunini yozamiz. Bu M1, buni tezligi V1, 4, buni massasi M2, massalar 12 kilogramm dan deb qo'yibdi-yu. Mayli, M1 ham M2 ham o'sha nimaga teng. Endi qo'shilib ketdi. M1 plus M2 bo'ldi. Va ular qandaydir u tezlik bilan harakatlanadi. To'qnashuvda oldingi umumiy impuls M1 V1 plus M2 V2 edi. To'qnashuvdan keyingi umumiy impulsga teng deyman. M1 plus M2 ko'paygan U. Ana uni topamiz shu yerda. Xo'p, to'qnashuvdan so'ng sistemaning kinetik energiyasini aniqlang. Ana uni topdingiz-ku, to'g'rimi? Endi kinetik energiyani topadigan bo'lsak, M1 plus M2 U kvadrat taqsim 2. Tushundingmi? 41. Tok manbaiga shunaqa ulanganda, bunaqa ulanganda ichki qarshiligini boya topishni o'rgandik. Ichki qarshilikni, to'g'rimi? Xuddi o'sha ichki qarshilik topgandan keyin xohlasangiz I1 uchun yozgan formulamizga, xohlasangiz I2 uchun yozgan formulamizga olib borib qo'yasiz va E yukni topasiz. Tushundingmi? Oson ekan. 42. Zanjirga ulangan ampermetr shunaqa ko'rsatadi. Amplituda qiymati topish uchun ildiz-2 ga ko'paytiramiz. Buni ham ildiz-2 ga ko'paytiramiz. To'g'rimi? Hop, keyingisi. Buyumdan fokus masofasi 4 cm bo'lgan sochuvchi linzagacha bo'lgan masofa. Buyumdan 12 xullas fokus masofasi 4 cm va buyumdan o'sha linzagacha bo'lgan masofa D 12 cm. Linzani kattalashtirish qiymatini toping. Xullas minus 1 taqsim F teng 1 taqsim D minus 1 taqsim kichkina F ni o'rniga K ni qo'yamiz va K ni topamiz. Tasvirdan buyumgacha bo'lgan masofa. Yana boyagidek tasvirdan buyumgacha deyapti. Demak, mana bu yerda buyum tursa, mana bu yerda tasvir hosil bo'lardi. Mana bu D bo'lsa, sochuvchi linza bo'lgan. Boya ham chizib beruvdim. D minus F ni so'rayapti degan. Tushunarlimi? D minus F ni so'rayapti. D minus F teng so'roq. Hop, D dan F ni ayirganda F ni topish uchun boya mana bundan K ni topdik. K ko'paygan D ga murojaat qilasiz. Bo'ldi. Hop, metal sirtiga tushayotgan fotonlarning energiyasincha chiqishi buncha tormozlovchi kuchlanishni aniqlang. Boya yozgan formula. H nu teng A chiqish plus Y kinetikning o'rniga Y ko'paygan U yozamiz. H nu bor mana shu energiya H nu. A chiqish mana turibdi. Sirtga tushayotgan fotonlarning impulsini toping. Energiyasi bor-ku mana. Impulsini topish uchun o'sha energiyasini lambdaga zo'r ish qildik. Yorug' tezligiga bo'lamiz. Tushundingmi? Bo'ldi. Mana shu energiyani yorug' tezligiga bo'lib qo'ysak, impulsi kelib chiqadi. Xo'p. Yorug'lik gaz ko'zgu sirtiga shuncha bosim beradi. Va qaytish koeffitsiyenti shuncha bo'lgan holatda intensivlikni aniqlang. Okey, topamiz. Og'aylar, buni o'rgatuvdim. Isbotlab bergandim yorug'lik bosimi I taqsim S chiqadi, to'liq yutuvchi sirtga tushsa. Yorug'lik 2 I taqsim S bo'ladi, to'liq qaytaruvchi sirtga tushsa. Endi qaytarish koeffitsiyenti 0.6 deyapti-ku. 0.4 ni yutadi demak. 0.6 sini qaytaradi, 0.4 qismini yutadi. Demak, umumiy bosim P teng. Qaytarsa nima qilardik? 2 I taqsim S yozardik. Va endi qaytarganda 0.6 qismini qaytaryapti. 0.6 ga ko'paytiramiz. Ya'ni qaytarganda mana shuncha bosim berardi. 100% qaytarsa. Endi qandaydir foizini qaytaryapti. Ya'ni 0.6 qismini qaytaryapti. Qaytarganda 0.6 qismini aylanadi. Plus I taqsim S bo'lardi yutgani uchun. Ya'ni 0.4 qismini yutadi deyapsiz. 0.4 qismini yutadi. Bu yutgani uchun I taqsim S edi. 0.4 qismini yutgani uchun 0.4 yozamiz. Teng 1.2 mana bunga qo'shsak 1.2 ga 0.4 1.6 mi? 1.6 I taqsim S bo'ladi. Tushunarli? Bo'ldi. P deganimiz 4.8 teng 1.6 ko'paygan I taqsim 3 ko'paygan 10 darajasi 8.
Mana bu 3 bo'ladimi? 3. I teng 9 ko'paygan 10^8 watt taqsim metr kvadrat. Ana shunaqa. Keyin. Xo'sh. To'la yutadigan sirtga bosimini toping, intensivlik bunaqa bo'lsa. Boya gaplashdik. To'la yutadigan bo'lsa 2 I taqsim S bo'ladi. Ana hisob kitob qilaverasiz o'zingiz. Ana shunaqa gaplar bo'lmasa, og'aynilar. 408 Pascal yozib yuboribdi, rosa ko'p bosimni yozib yuboribdi-da bu yerga. Shuning uchun mana bu intensivlik katta chiqqaniga hayron bo'lib o'tirdim. Nimaga intensivlik buncha katta chiqdi? Odatda mikropaskallarda bo'ladi-da bu. Hamayli. Hech qisi yo'q. Demak, qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bu 4-variantdan bemalol so'rashlaringiz mumkin. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar.